bitta chiroyli qimmat uy quraman deb butun umringizni shu uy qurishga sarflab yubormang. Eng chiroyli chiqadigan dizayn yechim bu to'g'ri qaror. Ko'p holatlarda dizaynerlarga buyurtma berilganda fasadim chiroyli chiqsin yoki qanaqadir ishlar boshqalardan namunalar ko'rsatadi, dizaynni bunaqa qiling deb murojaat qilinadi. Lekin hisobga oling, dizayner siz qo'ygan talabingiz bo'yicha chiroyli narsa tuzib berishi mumkin, lekin uni realizatsiya hayotiy tatbiq qilayotganingizda har bitta chiroyli element bu pulga chaqiladi. Misol uchun bitta tiyaga uni pagana metrga olinadi yoki qimmatbaho toshlardan qilsangiz ham hammasi borib pulga taqiladi. Keyinchalik siz qurilish jarayonida bunaqa fasad dizaynga pul ajrata olmasangiz, dizayner men chiroyli qilib berganim bilan, u qog'ozda chiroyli ko'ringani bilan, lekin hayotda bunaqa chiroyli chiqmaydi. Agar dizaynerga siz o'zingiz budjetingizdan kelib chiqib fasad yechimini berishini talab qila olsangiz, dizayner shu talabingiz asosida sodda narsadan ham chiroyli narsa chiqarib bera olish imkoniyatiga ega. Bunda oxirida qog'ozda ko'rgan yechimingiz hayotda bilan birga chiqadi.